O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan Chinoz tumanida velosport bo'yicha marafon o'tkazildi. Tillobod ko'chasidan start olgan velomarafon 7 kilometr masofada tashkil qilindi. Mazkur tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad avvalo aholi o'rtasida sportning ushbu turini yanada ommalashtirish, shahar aholisining dam olish kunini mazmunli o'tkazishga hissa qo'shish va ularni jismoniy harakatga jalb qilishdan iborat. Ushbu velomarafonda 100 dan ortiq havaskorlar ishtirok etdi. Velomarafon start olishidan avval so'zga chiqqan Yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari ushbu sport turining yurtimizdagi rivoji xususida to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng musobaqaga start berildi. Tillobod ko'chasidan start berilgan velomarafon 7 kilometr masofada tashkil qilindi. Ushbu sport musobaqasini o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishlari, aynan velosportni hududda rivojlantirish, mustaqilligimizning 32 yilligi munosabati bilan tashkillashtirildi. Ushbu musobaqada Chinoz tumanida demak faoliyat yuritayotgan korxona tashkilotlar, hamda aholi keng qatlami, ayniqsa yoshlar, 100 dan oshiq yoshlar ishtirok etishdi. Musobaqa o'g'il bolalar va qizlar o'rtasida tashkillashtirib, ikkita nominatsiya alohida e'tirof etildi. Eng yoshi katta ishtirokchi, bundan tashqari eng yosh ishtirokchi va ayol va qizlar o'rtasida alohida nominatsiyalar bo'yicha baholanishdi. Musobaqa yakunida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda qo'shgan hissasi uchun ishtirokchilar viloyat Yoshlar siyosati va sport bosh boshqarmasi tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar.